Labbay begim desaydi bir bor chaqirganda jon quloqdan tinglasaydi man gapirganda Labbay begim desaydi bir bor chaqirganda jon quloqdan tinglasaydi man gapirganda uzun ko'ylak jononima ozor bermasan jonima chaqirganda kel yonima Labbay begim desaydi bir bor chaqirganda gaplashib o'tirishibdi. Nimani gaplashib o'tirishgan ekan? Tavba. O'zingni uyingga o'g'ri o'xshab ketsin. Oshxonada o'tirish teshikni tagida. Qayoqdan kiraman? Kulni bekitish kerak. Spalniydan kiraman. Voy, pilimi. Kirishaman. Voy jonim ey, voy jonim ey. Kelin. Labbay oyijon. Bugun bayram ekan, nima ovqat qilamiz kechga? Nimaga kelyapti oyijon? Nima qilib bering? Ana bir internetlaringizdan qarang, bu narsa toparmiz, bir tuzliroq nimadir ovqat qilaylik. Oyijon. Labbay. Hovlida kimdir yuribdimi? Kim yuradi kupa kunduz kuni? Voy oyijon. Vahima qilmang. Sizni xoningiz tarafga o'tgandek bo'ldi. Voy. O'g'limikin ha? Voy oyijon, men qo'rqaman. Oyi akam ham yo'q-ku. Nega vahima qilasiz? Oyijon, endi nima qilamiz? Voy oyijon, men qo'rqaman. Qo'rqmang, hozir o'zim borib skоворodka bilan o'g'rini. Voy oyijon, urasizmi? Oyijon, men ham boraman. Hozir. Habbetingdan. Voy, gapiryaptilar, kelin. Gapiryaptilar. Ko'zingizni oching, adasi. Adasi. O'zlariga kelyaptilar oyijon, sekin. Almashtiring, chochiqlarni almashtiring. Qayerdaman? Uydasiz, dadasi, uyda. Yo, opajon, men uyga ketishim kerak. Siz kimsiz? Voy. Oyijon, sizni tanimayaptilar. Ketishim kerak. Qayoqqa ketasiz? Uyimga. Dadam so'kadi. Hali uylanmagan yosh yigit bo'lsam. Opa, iltimos, qizingizga ham to'g'ri tushuntiring. Eringiz kelmasdan men keta qolay. Voy. Iltimos. Opa deyaptilarmi? Kelin. Labbay. Turing, skоворodkani olib chiqing, kamroq bo'lib qolibdi lekin. Yana bir solay. Onasi bo'ldi, tanidim. Ekanman. Bo'ldi, o'zingizga keling, dadasi. Voy boshim. Tavba. Tuppa-tuzuk kelayotgandim, boshimga bir urib yomon qilding, varikozimni yorvording. Dadasi, o'zi nima qilib osilib turuvdingiz derazada? Bilmay qoldim. Ey, men senga surpriz qilmoqchi edim. Ana surpriz, mana surpriz. O'rgilingizdan romantik bo'lib ketyapsiz borgan sayin.
Ay, har romantika qilganda bunaqa holga tushadigan bo'lsam, eng og'ir romantikamni seni ko'rsatdim. Yo'q, men bilmay qoldim. Dadasi bilmay qoldi. Boshim. Keling, turasizmi? Boshimga bir urib yo'g'on ichagimda yorvording. Ay, o'g'ling qani? Bilmayman, u ham qayergadir ketgan. Voy, ana keldi. Oybek aka, assalomu alaykum. Qayoqda yuribsiz, bobolabom? Iya. Dada. Nima qildi? Ko'rdingizmi? Olangiz boshimga skavorodka bilan bir urib, enamni ko'rsatib qo'ydi. Ay boshim, qayoqlarda yuribsiz? Ya ozgina ko'chada ushlanib qoldim. Shunga kech qolib ketdim. Olib keldingizmi aytgan narsalarni? Olib keldim. Shirinliklar Olib chiqing. hammasini. Ruxsora. Hozir. Olib keldim. Dada, Men sekin. senga sovg'a beraman desam, sen menga sovg'ani berib bo'lding. Ya, ayol dadasi hammasi yaxshi. Nimagadir satrisini muzga bo'lganman. Yo'q, dadasi. Yo'q, unaqa emas. Do'ppim ber. Mana, do'ppiz. Men satrisini muzga bo'lganman. Ana, shunday yarashdi. Senga qarasam mana. Sen manitda turibsan-da hozir. Qanday turibman? Mana, bu yoqqa qarasam mana, kelining manitda turibdi mana. Satrasina muzga bordi. Ayol dadasi bo'lishi mumkin emas. Sizlarga surpriz qilamiz deb surpriz chiqib o'tirdi. Ha, surprizdan mana. Kecha keliningiz bilan o'zimiz tanlab oldik sizga. Jonim. Ochib ko'ring. Surprizdan. Dadasi. Bu surpriz. Yaxshi kunlarda keyin Oson oyijon. bo'ladi. Nima ekan bu? Nima ekan? Ana kiyib ko'ring-chi oyijon, qanaqa turar ekan. Hurram sulton bo'lib ketdingiz. Yerini skavorodkada uradigan Xurram sultonda. Rahmat, aynan sizdan jonim. Dadajonim, o'zim o'rgili shu ishlarni qilaman deb kalta yeb oldingiz. Bani kechiring. Keling, telefonimni qarang. Telefonimni toping. Laboratoriyga telefon qilishim kerak edi. Ha, rasmga tushiraman oyijon. Aytgancha lobarga qilib aytib qo'ydingmi men skavorodka bilan urganingni? Yo'q, hali qattan dadasi yuragi Ha, yorilib. tez bor aytib qo'y, u ham o'tirgandir, nima yo'q bo'lib ketdi opam deb. Hozir bayramga shirinliklar olib kelganman. Shunda keliningiz bilan tayyorlab chiqamiz. Bayramingiz muborak bo'lsin onajonim. Rahmat jonim, rahmat. Men shirinlik yemayman. Men yeydiganimni yeb oldim. Qo'ying, endi meni xijolat qilmang, dadasi. Menga xalaqit bermagan, ana men satrisini muzga bo'lganman. Ya, Tushunyapsan? ya. Satrisini muzgani bilasanmi? Satrisini muzgani? Qanaqa bo'ladi u? Siz kimsiz opa? Yana boshlayapsizmi? Men uyga ketishim kerak opajon. Kelin! Bo'l, bo'l. Yoting, dadasi. Esimga tushding, sразу kelin deganingni eslayapman-da. Kelin, mani telefonim qayerda ekan? Laboratoriyga telefon qilishim kerak edi. Satrisini Toping. muzga bo'lgan. Hozir kelaman, Lobarga aytib. ayt, men satrisini muzga bo'lganim. Ha, aytaman, hozir aytaman. Lobara bilsin. Aytaman. Hey. Bo'ldi, o'ziga kelib qolasiz hozir. Oybek aka, tezroq olib keling. Hozir oyijon uyg'onib qoladilar. Voy, sepib bermaysizmi? Hali supurib ham berarman mana. Oybek aka, sepib bering. Og'irdi, ko'tara olmayman. Onam bilan dadam ko'rsa, Ko'rmaydilar. Tez sepib bering. sharmanda qilyapsiz. Nima ishlarda seping? Ha, bo'ldi. Oybekni o'zim olib o'taman. Ha. Uchdagi choyxonaga nima shashiltirasizlar, ey? Ha, uyga keldim. Ha, endi u ham yangi kuyovda, nima qilasan? Endi orzu havasi bor. Ha, bo'ldi, xo'p. Boramiz 3gacha, boramiz. Nima ishlarda seping? Voy, Oybek aka, qayerda o'rgangansiz suvla sepishni? Ko'rpaga qarab turish zo'r video borda. Oybek Qayerga aka, sepish kerak? seping, mana shularga seping. Mana Oybek aka, qayerda o'rgangansiz bunaqa ishlar qilishni? sizdan oldin onamga yordam berganman-da. Bilar. Biram yarashib turibdi. Uylanguncha ayasiga qarashmagan bola armiyada xizmat qilganda qilyapti mana. Gurpa yonadi endi, choyxonaga ham bormagan bu, ha?
Ha, o benim. Obbo, tamojniga tushdi-yu. Assalomu alaykum, dada. Assalomu alaykum ona. Va alaykum assalom o'g'lim. Qayoqqa? Qo'ysangchi. Nima qilasan? Ha? Anu keliningiz bilan bitta joyga o'tib kelaylik dedim, ona. Ruxsat. Mayli, yaxshi borib kelinglar. Yaxshi aylanib Rahmat, kelinglar. dada. Mayli. Qayt! Ey, Dadasi aralashmang dedim. Kelin meniki, o'g'lim meniki. Men bir ishim kerak bilan qayerga ketgandim. shundoq ham hammasi saniki, lekin nima qilasan aralashib? Xo'p, Mayli, yaxshi borib kelinglar, yaxshi aylanib kelinglar. Manaqa qayt dedim. Ey, qo'ysangchi. Dadasi jim o'tiring. Hozir asabim buzilsa, sizni ham hozir paypag'ingizni kallingizni kiydirib qo'yaman, xo'pmi? Jim o'tiring. Sal bugun tamojniy настроенияsi yo'q. Через обед ketmabdilar-da, bu bilan bu. Menga qarang. Shu boradigan joylaringizni men bilmasligim kerak-da, bolalar. Bu aytilmaganga qaraganda siz hozir xotinchangizni olib chiqib, do'konlarni aylantirib, parklarga olib borib, bir narsalar olib berib kelmoqchi-da. Aylantirsa nima bo'pti? Xotini-ku. Ha, olib boring. Ha, bu uyda ona yo'q. Ay, o'g'lim, tamojniga tushib qoldingiz-da, shuni bilintirmasdan bir yo'lini qilsa bo'ladi. Sizlarni bo'la bu. Uyda ona yo'q. Ha. Voy jonim bo'lsa-mi? Voy o'zim Ko'rdingmi? Qandan bila qoldingiz? Mana quloqimdan eshityapsizmi? Endi deyishtildi-da, men bu sezdim men. Tupoy emasman-ku men ham. Voy dadasi. Ko'rdingmi? O'g'lim, men ham boray. Tez kiyinaman shunday. Vatan joyiga nima qilasan? Onajonim, dadam, endi dadamning gapi bu oila ustini. Qo'ysangchi, nima qilasan? O'zlari borib shuni hamma narsani hozir joy-joyida qilib kelishadi. Sen undan ko'ra kechki ovqatga tayyorgarlik qil. Bugun bir osh yeylik. Mayli, Yaxshi, bir duo qil. voy biram xursand bo'ldim. Voy iloyim yaxshi xabar bo'lsin. Iloyim, qani dadasi o'zingizdanmiz. Qani, yoshlar qo'sha qarib baxtli bo'lsin. Xonadonimizda hamisha tinchlik bo'lsin. Alloh akbar. Mayli, yaxshi borib kelinglar. Yaxshi borib kelinglar. Endi qo'ymadingiz, ona. Ha, endi tamojniy onangiz bilasiz o'g'lim. Ha, mayli. Ona, bitta iltimos bor. Hech kim bilmasin, ha? Ha, yo'q. O'zimiz surpriz qilmoqchi edik-da. Ma'lummi? Hech kimga aytmang. Aytmaydi. Rahmat. Rahmat. Mayli, yaxshi borib. Xo'p, bo'pti. Bir plasda buyog'iga yetib olasan. Sevimli qaynona bo'lib, aylanib ketdi. Yomon fonogramani uzatasan. Voy qarang, birov so'rasa bo'ldi. Bola so'rab chiqsa mashasa. Ha, endi aytmaydigan gap bor, aytadi. Voy, men Lobarga aytasan-a? yo'q, o'libman endi Lobarga. Lobar hamma narsani bilib turish kerak. Biznikida men necha mahal uxlayapman, necha mahal ishga boryapman, kim nima qilyapti, hamma narsani Lobar. Shu Lobar kelib biz bilan yashay qolsa-da. Sizga nimangizni aytaman Lobarga, dadasi? Hozir hech kimga aytmadim, o'g'ling chiqib ketdi. Qildimmi? Lobarga qildimmi? Telefonim qani? Telefonimni qidirdim. Hozir o'g'ling qaytib kelguncha sen butun mahallaga aytasan buni hozir. Через Lobar. Hop dedim. Futbol boshlandi. Bor, choy qo'yibdi, achchiq. Voy. Yeb, Lobarga qilib yurmagin. Ha. Ruxsora, onamni aldab bekor qildiydi. Sizni makringizga uchib, men ham onamni aldab qo'ydim. Oybek aka, qo'ying. Bu haqda gaplashmaylik. Bu haqida gaplashmaylik deysiz-u, xayolimdan endi 1-2 hafta ketmaydi shu narsa. Yomon maqsadda aldamadik-ku. Oyijonga sovg'a olamiz. Ha, bo'pti, qaqa boramiz. Birinchi ovqatlanaylik, Oybek aka. Qornim ochib ketdi. Keyin makasiyadan aylanamiz, xo'p? Xo'p, bo'pti. Onani aldab, keyin maza qilib er-xotin ovqatlaninglar. Qanday tomog'ingdan o'tadi bilmayman. Sen ko'p gapirma. O chetroqqa to'xtatib ol. Pulini berib yuborarsan, oshna. Daftarga yoz. 20-chisimi? Kelin bir narsa deng. Rahmat. Bitta o'pishib ketiradi, bor. O'zi ayollar bilan bozorga tushib bo'lmaydi. Qorong'i tushib ketdi, bozordan kelganimizcha. Mo'l ro'molingiz
juda ham o'ziga yarashadi. Doim o'rab yursangiz bo'ladi. Oila jamul-jamu ha? Gap qiziganni qarang. Dadam bilan onam, dadajon bilan oyijon ham kelishibdi. Adajon bilan oyijon, adam bilan oyim qarang, qanaqa chiroyli gaplashib o'tirishibdi. Nimasini aytasiz? Hozir kiradigan bo'lsak, biz bular suhbatini bo'lib qo'yamiz. Undan ko'ra xonaga kira qolaylik, ha? To'g'ri aytasiz. Oyim bilan adam nimaga kelganlarini bilaman. Ruxsora? Turmush qurganimizga ham ancha payt bo'ldi. Hali ham bir yangilik bo'lmayotgan. Qanaqa yangilik? Xudo xolasa, Xudo bergan kuni bo'ladi yangilik. Dadam, onam yoki men shu narsani yuzingizga soldikmi? Yo'q. Shuning uchun ham sizlarni yaxshi ko'raman. Adajon, oyijon ham, siz ham biror marta yuzimga solmadinglar. Ha, endi yangilik Xudo bergan kuni bo'ladi-da. Biz ham harakatdan to'xtaganimiz yo'q, Soraxon. Boring. Dadajon, onajon, men ham sizlarni yaxshi ko'raman. Onasi, sizni sevaman. Yangilik bor, lekin menga ayta olmayapti. Tez kunda dada, ona sizlardan suyunchi olaman. Xudo xolasa. Yangilikda aytib. Zo'r kino edi, mana shu bilasiz. Voy. Tasha. Faqat shularni ko'rasiz, deyman, faqat shu kino chiqar ekan. Faqat shularni ko'rar ekan. O'sha liniyadaman. Oybek aka, telefon bo'lyapti, ko'taring. Saqlanib qilmaganman, u begona nomer. Mayli. Kimdir adashib tushib qolsa kerak-da. Oybek aka, ko'taring. Voy, saqlanib qilmaganman. Ruxsora nimaga ko'taraman? Ko'taring, bilamiz kimligini. Voy, begona nomer, Ruxsora. Sizga telefon qilyapti-yu, siz uchun qilyapti-da, ko'taring-chi. Voy, nimaga ko'taraman? Saqlanib qilmaganman, Ruxsora, tushunasizmi? Ko'taring, Oybek aka. Oybek aka, ko'taring. Voy, begona. Ko'taring, deyman, o'zim ko'taraman hozir. Yo'q, Ruxsora, begona nomer. Hozir nima qilasiz? Shunga aralashib. Ko'taring, hozir qaytib. Keyin Bo'ldi, qaytib chiqing endi. Yo'q, kerak bo'lsam qaytib qiladi, ana o'chirib qo'ydi. Hozir yana qaytib qiladi. Kutamiz. Yo'q, begona odam adashib tushib qolganda. Qaytib qiladi. Nima dedim? Nima dedim? Ko'taring. Ko'taring, endi o'zingiz bo'ling. Ruxsora, nimaga ko't? Ana. Alyo. O'rtoqlarimsan? Sardorman, yangi nomer oluvdim, aytib qo'ygandim shuni. Aytib qo'yasan? Xo'p. Yangi nomering hozir bizni ajrashtirib yuborardi. Xo'p. Ko'rdingizmi? Nima mendan shubhalanyapsizmi, Ruxsora? Shuni birdan ko'tarsa bo'ladi-yu. Voy, begona nomer, saqlanib qilmagan nomerimni ko'tarmayman. Siz mendan shubhalanyapsizmi? Ko'tarsiz kerak edi. Demak, kimdir bor. Qo'rqib ketdingiz-ku, meni kuzatganlar chiqib ketdi. Men qo'rqib ketaman. Men tekshiring telefonimni. Mana xohlasangiz. Mana xohlasangiz. Mana. Aka. Uxlab qolasiz, baribir. Voy. Olib qo'yaman. Yuzimga ochiladi, tushundingizmi? Bunday qilib uxlayman, ochilmaysiz. Bo'pti, men ishlarimni qilaman. Nima ishingiz bor, Ishim-ku. Voy.
Ye. Boy. Keling. Rais bol. Yo, marhamat, o'tiring. İşler yaxshimi? Bizneslar bo'lyaptimi? Zavodlar yuryaptimi? Rahmat. Ha, sekin bo'la. O'zingiz yaxshimi? Ishlar yaxshimi? Rais bol bir xizmat bor edi. Yo, bajondir qo'ldan kelgancha nima xizmat boyvachcha? Mana buni olib qo'ysangiz. Mengami? Mahallada beva bechoralarga tarqatib qo'yasiz. Har doim. Meni vaqtim yo'q, biznes odamiman. Bilaman. O'zi bu mahallada eng bechorasi menman. Yo'q, bo'l, hazırlashdim. Buni joy-joyiga, lekin har doimgidek kimdanligini aytmaymiz. Kimdanligini aytmaysiz buni. Bo'l. Shu desangiz rais bova, idorangiz yonida bo'sh yer bor ekan. Ha, 8 sotikcha joy bor, yer bor, ha. Xuddi o'sha joy. O'sha joyni menga bersangiz, men uni mahalladagi bolalarga tekin bog'cha qurib bermoqchiman. Mahallamizda hamma bolalarga tekin bo'ladimi? Hamma bolalarga tekin bo'ladi. Yashang boy, yashang. Sizdaqa bir saxiy, tamti insonlar mahallamizda ko'paysin-da. Juda ajoyib bo'ladi. Bir chiroyli qilib bog'cha qursangiz, butun mahallamiz bolalari, o'ylanmasdan shu yerda yuradi. Bo'ldi, hal qilamiz. Rais bova, bog'chani ikki etajli qilib quramiz. Dahshat bo'ladi, ha? Faqat podvalida tungi klub ochamiz. Qanaqa klub? Tungi klub. Yoshlar mazza qilsin deyman-da. Yo'q, g'alati bo'lib qoladi. Tepada bog'cha, pastda klub, biz nima, tungi klubdagi qizlarni bolalarini boqamiz bu tepada bog'chada. Yo'q, unaqa g'alati bo'lib qoladi. Unga ruxsat yo'q. Rais bova, hammasi puxta o'ylangan. Yo'q, o'ylanmagan u. Tepada bog'cha, pastda tungi klub. Kunduz kuni bog'cha ishlaydi, kechasi tungi klub ishlaydi. Yo'q, hech qanaqasi kunduz kuni bog'cha ishlamaydi, kechasi klub ham ishlamaydi. Unaqa narsa qilmaymiz. Ruxsat yo'q. Rahmat boy, iltimos. Rais bova, unda yana bitta reja bor. Ikki qavatli bino quramiz. Ikkinchi qavat maktab bo'ladi. Bu zo'r reja. Bu zo'r g'oya. Buni qilsa bo'ladi-da, yaxshi, xo'p? Birinchi qavatini diskoteka qilamiz. Qanaqa kalla bu? Bu kallani lotereya yutganmiz-ku. Ha, qanaqasiga ikkinchi qavat maktab bo'ladi, birinchi qavat diskoteka. İltimos boring keting, bo'lmasa mana ehsoningizni ham olib keting. Kerak emas bizga bunaqa ehsonlar, boshqa narsalar. Boring chiqib keting boy. Hamma joy diskoteka, tungi klub qilar ekansiz-da, maktab bog'chasida ishanib. Yordam qilib. Kerak emas yordamingiz. Chiqib keting iltimos. Rais bova, o'ylab iltimos chiqib keting deb men sizga hozir bo'lmasa hozir politsiya chaqirib, militsiya chaqiraman. Chiqib keting iltimos. O'rgildim, sizlarga yordam beradiganlarda. Yaxshi ham pulni olib qolmaganim. Yaxshi. Yana ozgina jim tursang, xonangizdan siz chiqib turasiz, xonangizda bitta o'rtaga turba qo'yamizda, bitta zo'r joy ochamiz deydi. Bular yana ozgina kuting. Labbay begim desaydi bir bor chaqirganda, jon quloqdan tinglasaydi men gapirganda. Labbay begim desaydi bir bor chaqirganda, jon quloqdan tinglasaydi men gapirganda. Uzun ko'ylak jononima, ozor bermasan jonima, chaqirganda kel yonima. Labbay begim desaydi bir bor chaqirganda,